Mahsulotlar haqida kichkinagina ma'lumotlarni berib o'taman. Tabiiy mahsulot odam organizmiga zarar bermaydi. 1 yoshdan boshlab bemalol homilador emas, yoshi katta qariyalarimiz ham bemalol ichsa bo'ladi. Ya'ni odam organizmi uchun xavfsiz hisoblangan tabiiy olma sirkalarimiz, olcha siroplarimizni bemalol taqdim eta olaman va chiy urug'larimizni, yosh kattalarimizni bilasizlar, hozir immunitet juda ham past, o'sha hisobiga ham aynan kichkinalarga ham, yosh kattalarga ham chiyamizni ham taqdim qilaman. Bemalol olib ulgurib olinglar. Qizlarjoylar, hozir yangi yilgacha skidka qo'yilgan, skidkadan oqilona foydalanib olinglar va shu skidkalarimizdan bemalol olishinglarni tavsiya qilaman. Qizlarjoylar, bugungi kunda odam organizmiga zarar bermaydigan tabiiy mahsulotlarni aynan birinchi qo'l qilib mandan topsanglar bo'ladi. Sababi ishlab chiqaruvchi biz o'zimiz. O'sha hisobiga bemalol zakazlarni 98 316 84 Telegram raqami asosida qoldirib qo'ysanglar, inshaalloh sizlarga ham yetkazib beramiz. Hammalarga xayrli kun bo'lsin va bugungi kuninglarni xayr va barokatga